inson Bobomurod Bozorovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bobomurod aka, kayfiyatlar yaxshimi? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshimisizlar G'ofurjon, yaxshimisiz? Kayfiyat qanday? Bahor yaqinlashyapti. Bahor yaqinlashyapti. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana bir necha kunlardan keyin mana bahor fasli kirib keladi yurtimizga. Bir qancha bayramlar boshlanib ketadi. Men bir ajoyib ustozim 3-mart kuni tug'ilgan kunlari Karimboy Rahmonov ustozimning shu kishiga bittagina bir chiroyli ashula tayyorlab kelganman. Bir 4-5 kun oldinroq bo'lsa ham ustozimni tabriklayman. Buni siz bilan G'ofurjon maslahatlashib uzoqdan rejalashtirib yurgan edik. Ustozim sog' salomat bo'lsinlar. Qashqadaryolik muxlislar nomidan tabriklayman bu kishini. Qoyil. Ana bo'lmasam G'ofur aka. Shunaqa rejalar bo'lgan ekan-a, demak. Rejalar bo'lgan. Endi undan oldin keling bugungi ish haqida, ijod haqida, qachondan ijod qilasiz? O'zlari aslida Bobomurod aka ishchimizga qaraganda umuman boshqa sohada faoliyat olib boradilar, davlat ishida ishlaydilar va qo'shimcha ravishda san'at bilan shug'ullanadilar va san'atga aloqasi bor insonlardan. Chunki aytishadi-ku bizga san'atga oshno bo'lgan qalbdan hech qachon yomonlik chiqmaydi deb. Bugun ana shunday san'atni etagini tutib, ustoz san'atkorlarga havas qilib, ularga shogird tutinib, bugun qo'shimcha hobbi sifatida mana shu san'at bilan, qo'shiqchilik bilan shug'ullanib keladilar. O'zi mana shu borasida ham to'xtalib o'ting, yana kimlarni ustoz deb bilasiz? Qaysi san'atkorlar aslida yoshligingizda kumiringiz kim bo'lgan? Qaysi san'atkor bo'lgan? Men yoshligimdan bir katta san'at darg'asi Bobomurod Hamdamovga shogird bo'laman. Bobomurod Hamdamovning yo'lida ijod qilaman deb niyat qilganman. Keyin sohalar o'zgarib ketgan, ha? Boshqa bir sohalarga bizani hayot yo'naltirib yubordi. Lekin mayli, shunday bo'lsa ham ustozni ham duosini olganmiz. Uchrashgansiz ular bilan? Suhbatlarini olganmiz, duolarini olganmiz. Ko'p maslahatlar berardilar bizga. Bundan buyog'iga mana u kishini eng katta shogirdlari, bir katta san'at darg'asi u kishi ham O'zbekistonda, Turkmanistonda ko'p odamlar biladi ustozim Karim Rahmonovni ham. U kishi bilan lekin to'g'ridan to'g'ri ustoz shogird an'analarini yo'lga qo'yganmiz. Borib kelaman uylariga, bu yoqlarga kelsalar yonlarida xizmat qilib o'tiraman. Ya'ni bir tomoni san'atga shu kirgan odam qaysi kasb egasi bo'lmasin, san'atdan chiqib keta olmaydi albatta. Va Karimboy Rahmonovni bugun O'zbekiston bo'yicha nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda juda ham ko'plab muxlislari bor. Ularni o'zlari san'at yo'nalishlari, o'z ovozlari, o'z yo'nalishlari bor va biz ham paytdan foydalanib, bizni ijodiy jamoamiz nomidan, Qashqadaryo viloyat teleradio kompaniyasi nomidan ustoz san'atkor Karimboy Rahmonovni yaqinlashib kelayotgan tavallud kunlari bilan muborakbod etamiz. Ilohim doim xalqimizning nazarida bo'lib, martabangiz baland bo'lsin deymiz. Chiroyli qo'shiqlar, san'at asarlari yaratib xalqimizga ulashishdan hech qachon charchamang deymiz. Ana shu niyatlarni men ham aytmoqchi edim. Hammasiga qo'shilamiz va ming bor eshitgandan bir ko'rganingizda keling mana shu qo'shiqni eshitib, chiroyli bir tomosha qilsak, agar imkon bo'lsa, tayyor, qo'shiqlar tayyor. Biz iltimos qilamiz jamoamizdan yordam berishadi. Marhamat, mikrofonni olib. Ustozlar uchun maxsus bag'ishlangan. Albatta. Marhamat. Shogird bo'lsa shunchalik bo'lar. Rahmat. Mikrofonni olib sahnamizga bemalol marhamat. San'at osmonida bordir bir inson, san'at sirin o'rgatdi Karim Rahmon. Biz shogirdlar ergasharmiz u sarbon, omon bo'lsin buyuk Karimboy ustoz. Biz shogirdlar ergasharmiz u sarbon, omon bo'lsin buyuk Karimboy ustoz. Qo'shiq aytsa o'zbek ko'rib faxrim der. Ustozimga Alloh uzoq umr ber, omon bo'lsin buyuk Karimboy ustoz. Ustozimga Alloh uzoq umr ber,
bo'lsin buyuk Karimboy ustoz. Uzoq bo'lsin ilohim umr yo'li, omon bo'lsin buyuk Karimboy ustoz. Rahmat. Rahmat. Ustozini ulug'lovchi shogirdlar ko'paysin deymiz. Ajoyib. Albatta Karimboy Rahmonovda yaqin qadrdonimiz agar to'g'ridan to'g'ri ko'rib turibdilar hozir yana bir bor tabriklaymiz. Bugun butun mana shu Qashqadaryo nomidan albatta eng katta sovg'a bo'ldi menimcha. Albatta. Va lekin ovozingizda haqiqatdan Bobomurod Hamdamovni nolalari bor ekan. To'g'risi mana shu ohanglarni his qildim va yana bir bora biz Karimboy Rahmonovni quvonchli kun bilan muborakbod etamiz. Mana necha kun bo'lsa ham oldinda sizni qadrlovchi, e'zozlovchi shogirdlaringiz bor va sizga atab qo'shiqlar bag'ishlagan ekanlar. Bu albatta sizni baxtingiz, salomat bo'ling deymiz, charchamang deymiz. Bugun Karimboy aka uchun yilning eng yaxshi sovg'asi shu bo'lsa kerak. Albatta. Yil boshidan mana shunaqa chiroyli sovg'alarni olish har bir insonga nasib etsin. Keling, bugun Bobomurod aka, agar sizni ham qalbingizda chiroyli niyatlar bo'lsa, yo'llash imkonini beramiz. Men shu ustozimni yana bir bor tabriklayman. Mana bu sanoqli kunlardan keyin bahor fasli kirib keladi. Bahor fasli bayramlari bilan hammani tabriklayman. 80 yoshlarga borgan onajonim borlar meni. Shu kishini umrlari uzoq bo'lg'ay. Bizani duo qilib, nasib bo'lsa shu nafaqat onajonim, barcha shu respublikamizdagi shunaqa nuroniy insonlarni umrlari uzoq bo'lg'ay. Bizlar bilan birga yaxshi kunlarda, shu to'y tomoshalarda, bayramlarda yuravergay. Rahmat sizlarga ham bunda e'tibor, imkoniyat berganlaringiz uchun. Rahmat. Faqat endi ketib qolish yo'q. Bizda ham chiroyli bir tarona, chiroyli bir qo'shiq bor. Birgalikda tomosha qilamiz, keyin sizga ruxsat bersak bo'ladi. Rahmat deymiz, salomat bo'ling, xush kelibsiz yana bir bor. Marhamat.